Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 2024 yılı 10 ayning 2 kuni shanba. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq 2 haftada bir qatim qildigan naq maydon videosiga chiqishim. Bugun jami 6 cho'ng mazmun bor. Uniki birinchisi hammamizning xabarida bo'lgandek Dünya Uyg'ur qurultiyining 8-qurultiyi nimada Bosniyada g'alabalik echilib, g'alabalik tamomlanib, yangi rahbarlik qo'shinni saylab chiqildi. Bu bir nihoyatda muvaffaqiyatli yig'in bo'ldi. Men bu ahvolni, bularni Dünya Uyg'ur qurultiyiniki yangi saylangan rahbarlarini chin ko'nglimdan tabriklayman. Muborak bo'lsin. Xudoyim bursa 8 navbatlik Dünya Uyg'ur qurultiyi rahbarlik gruppasimi qurultayning ishini burunqilarga o'xshash hatta ulardan yaxshi qilib mang'alay deb o'ylayman, ishidaman, ham shunga tilakdoshman. Uyg'urlar haqidagi yana bir xabar ehtimol angladinglar. Yaponiyadagi qizimiz Arfiya Yaponiya parlament a'zoligiga qaytadan saylandi 2 qatim. Bu bir naydi müşkül bir iş emniyette. Müştaşlı kıpakala bilirdi. Arfiya kızımız, Uygur kızı, Japonlukla dünyadaki en milletlerindeki birisi. Japonluk, Germanlık diyendek. Bunun için de bu Uygur'undaki hayat kılıp parlament azalarına saylanışı bu asan iş emez. Bu kızımız bu kadını bu işini intayın muvaffaqiyatli yapmadı. Mübarek olsun. Yaqında chet elda chiqqan Uyg'urlar haqidagi yana bir narsa Yevropaniki qaysi shaharligini bilmadim. Bir donliq kiyim sotadigan do'konning ichida chet ellik yoshlar taxtaylarga xat yozib Uyg'ur irqi qirg'inchiligi natijasi Uyg'ur irqi qirg'inchiligi orqali tikilgan bu kiyimlarni olmanglar degandek bir do'kon ichida o'z-o'ziga minib Mesela teşkilatlarını qilibdikan, buni unumi intayin eslayapti. Buni tashkil qilganlar de çok Uyg'urlarmi bor deb o'yladim, Parijmikin bu. Ish qilib unim bek yaxshi bo'pti, men aytib xushal bo'ldim. Dunyoga halqi, nima deymiz, nurg'un kishilar va xabar narsalar ko'maydi. Uyg'urlarga nima ish bo'lganligini bilmaydi, lekin do'konga ashta qimmat kiyimlarni olib kelganlar ma ahvolni ko'rsa, ularga cho'qim qattiq ta'sir qiladi deb o'ylayman men. Şuna bu işinki ünümü yaxşı oldu deb o'ylayman. Endi ikinci mazmun vatan haqida yaqinda vatan haqida kelayotgan xabarlarning ichida, videolarning ichida shu Uyg'ur yoshlariniki so'zlayotgan ko'rinishlari bor. Endi biror masala to'liq so'zlagan Uyg'ur yoshlariniki tilining so'zining yerimi Uyg'urcha, yerimi Xitoycha intayin yuqori darajada avjash bo'lib ketibdi. Hech qanday farqlanadigan ish yo'q. Ba'zi so'zni Uyg'urcha, ba'zi so'zlarni inglizchalab. Andan keyin yana ko'proq kelayotgan videolar, yaqinda chiqayotgan videolar. Uyg'ur qizlariniki Xitoy erlariga to'y qilish bilan munosabatlik ishlar biroq chiqyotdi. Bir videoda Uyg'ur qizi bir Xitoyga tegib ishga bog'liq, Xitoy o'lkasiga bog'liq 3 yil bo'libdi. Hech qanday Uyg'ur tamoqlarni yeb baxmabdi, bek sig'inibdi, kebab narsani yemabdi, yeb baxmabdi. Eri pat-pat Xitoylarniki o'ltirishtirib olib ekan, ammo u yerga tamoqlarni yemaydi ekan, yemay qaytib kelsa, eri xafa degan nimishqa xalqlarning hurmatini qilib chaqirsa tamoq yemaysan degandek. Bunda ahvolmi bor. Buni butunlay qarama-qarshi ahvolni ko'rdim men. Ba'zi Xitoy, ba'zi Uyg'ur qizlari, Xitoyda ekan Uyg'ur qizlari o'ziniki cho'shqa go'shti yeydiganligi ondan naydi paqirdiganligini deb video chiqaribdi. Nima yangi chiqqan san'at videolaridami Uyg'urcha, Xitoycha so'zlar intayin alishib ketgan. Ajoyib bir qismlar bir narsa bo'g'il turibdi hozir. Burunqiga qat'iy o'xshamaydi. Andan keyin yana ba'zi videolarda ar-xotinlik munosabatdagi yomon ishlar, bir-birisinin üstünden şikayet qiladigan ishlar, andaşlar chiqib turibdi. Chiqilib umumyuzlik ahvol Uyg'ur jamiyatida axloq jihatdagi zo'r chekinish, zo'r vayronchilik
ahvoli aks ettirilgan videolar ko'proq chiqyotidi. Yine ba'zi videoda dadasi yangi tug'ilgan chog'da dadasi lagerga kirib ketgan bolalar hozir 7 yoshga kiribdi. 7 yoshga kirib top tepadigan holatlar kelib qopti. Mana shunaqa videolarni ko'rdim men. Andan keyin Uyg'ur dehqonlarini Xitoylar ko'chman bo'lib kelgan Xitoylar Uyg'urlarniki yerini beg'ini egallab olib, Uyg'ur dehqonlarini qo'l ishchi onu ishlatib bo'zaq qilayotgan ahvollar. Bundaq videolar biroz ko'p chiqyapti hozir. Hozir endi Xitoy iqtisodiyotidagi nacharlashganligi Urumchida, cho'ng shaharlarda, viloyat shaharlarda aks etib turibdi. Do'konlar quruq, burunqi qaynoq bozorlar yo'q. Do'konda savdo qiladiganlar ancha yo'q. Men bir videoni ko'rdim, Urumchida o'xshaydi, 3 qavatlik bino kasalangan. Cho'ng bino, uning ichiga nurg'un kichik do'konlar silinib tikkan asli savdogarlarga ijaraga berdiganlar. Lekin u yer quruq, butun bino quruq, hech qanday odam yo'q. Andan keyin o silingan kichik do'konlarning ishiga uchi qator taqlab qulplanmagan. Onu ijaraga olib savdo qiladigan odam yo'q. Shunaqa videolarni ko'rdim. Ishqilib hozir mening oldimga kelayotgan manzara biz burun bildigan vatan asosan g'oyib bo'libdi deb shunaqa hissiyotga keldim. Ba'zida o'ylayman, agar keyincha shu ishqilib hozir vatanga qaytib berib, vatanni ko'rishning o'zimi intayin azob bir ishdek his qildim men. O'zim ko'rgan manzaralarga asosan. Üçüncü mazmun Amerika xabari. Şuna Amerika'nınki yaqinqi medialar asosan shu nim to'g'riliqli bo'lyotdi. Saylam to'g'riliq xabarlarda bor. Saylam kelar seshanba kuni bo'ladi. Endi bir necha kunlar qoldi. Bugun shanba. Bir necha kunlar qoldi. Hozir endi Raysnashniki natijalar ko'proq chiqyotdi medialarga. Cho'ng media shirkatlarininki davatgan gaplarga qarasanglar, Harris bilan Trumpniki yotgan nomerlari naydi yaqin, bir-birisiga naydi yaqin. Bu yerda bir masala hozir cho'ng medianiki ichida solchilar bak ko'p. Demokratik partiyani qo'llaydiganlar bak ko'p. Ashta bir ahvol bor. Endi bu Raysnashniki biroz ishonchlik bo'lgan narsalar pul tikishgan yerlarmi bor Amerikada. Masalan, bir qism odamlar Trumpga pul tikidi, bir qism Harrisga pul tikidi. Bularniki davatgan sonlari biroz amniyatga uyg'unroq. Nima degan chog'da pul xashlab qolgan odamlar pul xashlab maoshini qilgan vaqtida bo'lib shaxsiylar ovoz berdiganlar. Ular nayt obdan o'ylanib qiladi endi. Masalan, Trumpga pul tikkanlar cho'qim Trump utudi deb o'ylaydi. Harrisga pul tikkanlar cho'qim Harrisni utudi deb o'ylaydi. Bu pul tikadigan yerlarda Trump bilan Harrisniki evatgan nomerining farqi 20 mingdak farqi bor. O'sha ketyapti. Shularning birisiga diqqat qildim men yaqinqi bir hafta ichida qanday ketyapti deb. Shu chorshanba kuni mushtaq pul tikish ishini qilayotgan shirkatniki torbeti. Chorshanba kuni o'sha torbetining birisida Donald Trumpniki olgan nomeri 60, Harrisniki 40 de. Chorshanba kuni kechgachilik. Bu torbetida nima qildi ekan desanglar, agar siz Trumpni pul tikmoqchi bo'lsangiz, uni kontrakt deydi ekan, kelishimni sotib oldi ekansiz yoki bilet sotib oldi ekansiz. Şu chorshanba kuni bu biletniki bahosi Trumpning biletning bahosi 60 tiyin, 60 sent, Harrisniki 40 sent ekandiq. Bahosi ashtaqqanda ikkisining farqi saq 20 sent farqi bor endi. Ashtaqqandiq mush payshanba andiki juma tunugin 2 kun intayin o'zgarish bo'ldi, cho'ng o'zgarish bo'ldi. Hozir tunugin Trumpniki 54 sent chiqib qoldi, 54 tiyinga. Harrisniki 43 tiyin bo'ldi hozir. Harrisning o'sib, Trumpning biroz tushdi. Ondan keyin shu oldingi 2020 yildagi saylovdan keyin Trump bir media shirkati qurgan. Haqiqat
Truth degan bir media şirketi. Şirketni qurib buni bozorga solgan. Buniki paychekani bahası o'zgarib turdi endi. Orliqda bir 48 dollarlarga chiqib, keyin tushib ketib, yaqinda bir 16-17 dollar, 18 dollarga tushib qolgan bir ayning oldida. Keyin bu o'rlashga boshlab, o'tgan haftaniki dushanba, seshanba kunlari masalan 50 dollarni oshib ketdi bahası. Oshib ketib, umumyuzlik vaziyat hamda Trump chuqum ustida ekan degan narsa bir tuyg'uni bergan. Endi xalqlar Trump ustida deb uni ishonmasa, unda uning paychekini olmaydi endi. Aytaq bo'lgan bu ahvoldami oldingi 2 kun cho'ng o'zgarish bo'ldi. Shu payshanba, juma kuni. Bu payniki bahası dahshat tushib 52 dollardan tunugun 30 dollarga tushib qoldi. 30 dollar bilan 31 dollarning oraliqiga. Bu oraliqda nima ish bo'layotdi uqilolmaydi. Ishqilib oldingi 2 kun ichida o'zgarish bek cho'ng. Adamni cho'chitadigan darajada cho'ng bo'layotdi. Hozirmi nurg'un kishilar yana ham Trump ustida deb qarayotdi. Endi shu vaqtda bilolmaydi. Hozir farq endi. Masalan, bu biletniki bahasidagi farq Trumpniki 54 tiyin, 54 sent, Harrisniki 43 sent hozir sharab turadi. Paycheki tushib ketdi oldingi 2 kun. Bu yillik saylamda Cumhuriyetçiler saylamda suiqasd qilmasin deb naiti yoki Amerika hukumat qildimi ish qilib bu yil naitjih pul chiqarib kim Elon Muskni qilyotdi bu ishni saylamniki adil bo'lishiga kafolat qilish uchun nurg'un tadbirlar qo'llanildi. Ashtaq bo'lsa-mu bir qism voqealar yuz beryapti hozir yuz berishga boshladi. Uni konkretni demayman, ko'ngilni g'ash qiladigan narsalar. Uniki zodi saylamda qancha ta'sir ko'rsatib qolmaydi. Lekin bir qism ishlar yuz beryapti hozir. Tünögün bir nökümü Michigan degan shtatdagi bir Xitoy o'quvchi qo'lga olindi. Bu Xitoy o'quvchi Xitoy grajdan ekan, Amerikaga o'qishga kelgan 19 yoshlik F1 viza o'qiyotgan Xitoyga. Bumi men Amerikaniki grajdani deb o'zining o'quvchi kinishkasini ko'rsatib, bilet keltirmas qilsa biletni o'yatib beribdi. Bilet tashlagan biletni. Shunga bu uni to'ldirib tashlabdi biletni. Tashlab bo'lib keyin o'qsa, grajdan bo'lmasa, grajdan bo'lmay bilet tashlasa bu bir qonunsizlik, ig'ir jazo berilgan qonunsizlik ish bo'lgan ekan. Shuni anglab qo'rqib bu. Men biletimni qaytarib olay deb hukumat bilan aloqalashib ekan, hukumat shuning bilan bilib qopti buni. Endi bu voqea nimani ko'rsatdi desa, demak Amerikada hozir grajdan emas kishilarmi bilet tashlay oladi ekan. İşte yo'l chiqib bor ekan, mana bir misol endi. Yaqinqi 2-3 yilning mobaynida Amerikaga 10 milliondan ko'p qonunsiz ko'chmanlar kirdi Meksiko chegaralaridan endi. Endi mushlandimi bilet tashlaganlar qancha odam bilet tashladi uqilolmaydi. Ishqilib saylamda bilet tashlashda bir qism qalamqanchilik bor. Amerikan sistemasi yanam ojiz ekan, mana grajdan emas odam bilet tashlalar ekan. Kaliforniyada hatta bilet tashlagan vaqtida kimligini talab qilmaydigan bir xil qonun chiqadi yaqinda. Bu bir dunyodagi har qanday odam bu gapni olsa kuladi. Nima ish desa Amerikada nurg'un yerlar bor. Kimligini talab qiladi. Masalan, agar siz bir do'konga kirib tamaki, aroq olmoqchi bo'lsangiz, kimligingizni ko'rsatishingiz kerak. Sababi 18 yoshdan kichik bolalar ololmaydi, tamaki, aroq ololmaydi. Mashina haydasınız, sho'pirlik qilishingiz bo'lishi kerak. Nurg'un yerlar bor sizdan kimlik talab qiladigan. Ammo bilet tashlagan joyda kimlik talab qilmaydigan bir qonun chiqadi Kaliforniyada. Mana ajoyib ishlar bo'lyapti. Dunyo buzilyapti qisqasi. Shunga meniki mushqitim saylamda eng ansiraydigan narsam Amerika nega menga bundan keyin qaysi darajada buziladi degan bir cho'ng andisha bor. Amerika dunyoning mashali adolatparvarlikniki bayrog'i. Amerikadagi bir kuchli adolatparvar davlat mavjud bo'lib turishi kerak bu dunyoda. Agar undaq bo'lmasa, bu dunyo biz keyinchi tunayolmaydigan bir narsaga o'zgarib ketadi, men shunday o'ylayman. Shunga meniki mashlarga birak ko'ngil bo'lishimga sabab shu. Amerika to'g'ri yo'lga borsa bo'ldi.
o'zini o'ngishchisi bo'ldi deydigan bir orzuyim bor endi. Bu boshqa maoshlarga bak ko'ngil bilmayman. Shu maoshlarni sizlarga deb qo'ygim keldi. 4-cü məzmun xalqara xəbər. Xalqara xəbərdə ehtimal anladığınlar yaqında Xi Jinping degan jallat Rusiyaga bordi. Bir yig'in qatnashish uchun. Ondan keyin Rusiyadami amaldorlar oqaqadan Xitoyga kelyotdi. Asosiyatan hozir shu yordam talab qilib, ashunaq bir ishlar bilan munosabat qilishyapti deb o'ylayman. Xalqarada bu gaplar bak cho'ng xabar bo'lib ketmadi. Masalan, Xi Jinpingniki Rusiyaga borgani bak cho'ng xabar bo'lib ketmadi, ammo mushtaishlar bo'ldi yaqinda. Yaqinda bo'lgan cho'ngroq bir ish Shimoliy Koreya Rusiyaga askar kirgizibdi. Yordam qilib endi. Hozirgi mo'lchar kirgan askarning soni 12 mingdan ko'proq askar kirdi deydi. Bular dastlabida shu Rossiyaning ichida chegaraga yaqin yerlarda turibdi. Ehtimol hozir yaqinda necha kunning oldida Ukrainaning chegaraga kirishga boshladi degan gaplarni angladim men. Mana bir ish bo'lyotdi. Bu nayt cho'ng xabar xalqarada. Bu hozir endi Amerika, Yevropa nechkamdan o'zini biroz kontrol qilib turgan. Rossiya Ukraina urushini bak eg'irlik darajasini bundan ustun ko'tarib o'tmayli deb. Masalan, Amerika Ukrainaga bir qism qurollarni berdi. Lekin bu qurollarni Rossiyaning ichida ishlasang bo'lmaydi. Rossiyaning ichiga hujum qilishsang bo'lmaydi deb chayqab turibdi hozir endi. Endi Shimoliy Koreya askarlariniki Rossiyaga yordamga berishi bilan ma ahvollarda o'zgarish bo'ladi degan farazlar o'tirib chiqyapti. Bo'libmi Amerika, Yaponiya, Janubiy Koreya, Tayvan bular birlikda yana birlikda bir birlik tuzib Ukrainaga yordam qilishi mumkin deydi. Bu ishlarning yuz berishi bilan Xi Jinping degan jallatniki Tayvanga hujum qilishi texmo qiyinlashdi hozir. Nimishqa degan chog'da agar ishlash bo'lib qolsa, endi nurg'un davlatlar Amerika bilan birga turib Tayvanga yordam qilishi mumkin. Anundan boshqa yana Ukrainadagi prezidenti o'zini davotida Ukraina Rossiya urushi kelajak oxirlashadi. Kelajak mush vaqtlarda oxirlashadi degan gaplarni o'tirg'a chiqyapti. Endi qanday bo'ladi hozir hech nimaga ishongil bo'lmaydigan bir vaziyat yuz beryapti dunyoda. Qanday bo'ldi keyin qarasak bo'ldi endi. Bugun so'zlayotgan 5-mazmun Xitoy xabari. Nima 10-yaniki 29-kuni Xitoyniki Beyjingdagi markaziy partiya maktabi Zhongyang Tangsha deydi. Aşağıda bir yig'in ochildi. Bu yig'in 20-ci Xitoy Kompartiyasining 20-ci qurultayı 3-cü umumiy yig'inning ro'yi haqida muhokama qilish yig'ini deb bir yig'in ochildi. Bu shu yig'inniki tushdan burun ochilish murosimiga Xitoydagi o'lka ministr va uningdan yuqori darajali kadrlarniki hammasi qatnashdi. Bu yig'inniki ko'lami ahvoli qarasa bu xuddi bir 20-ci qurultayniki 4-cü umumiy yig'indek ko'rinadi bu yig'inniki umumiy ahvoli. Lekin unda deb atlamadi bular. Buni 3-cü umumiy yig'indagi ro'y haqidagi muhokama yig'ini deb boshida e'lon qildi. Mushtaq bir yig'in ochildi. Aslida 3-cü umumiy yig'in o'tgan yil 10-oyda ochilishi kerakdi. U kechiktirilib, bu yil 7-oyda ochildi, xabarlanadi bu. 7-oydagi 3-cü umumiy yig'in jarayonida Xi Jinping degan jallat kasal bo'lib, orliqda yo'qolib ketdi. Keyin 5-operatsiya qilib chiqqan ahvollar bo'ldi. Shunga o'tgan yil 10-oyda ochildigan 3-cü umumiy yig'in bu yil 7-oyda ochildi. Bu yil 10-oyda aslida 4-cü umumiy yig'in ochilishi kerak ekan. Burungi qoida bo'yicha. Lekin bu yig'in hozircha ochilmaydigan bo'lyapti. Buni kelar yil 4-oyda ochildi ekan degan gaplar bor. Qanday bo'ldi uqmayman. Hozir shu gaplar o'tirib chiqyapti endi. Mush qatimki yig'inda Xi Jinping degan jallat so'z qildi ochilish murosimi sifatida endi. Uniki boshdan ta'kidlagan bir qolgan narsa hammasi qiliblik gaplar, odamning ishini pushirgan hech qanday ta'mi yo'q gaplar. Biroz yengillik deb qaralgan gap. Bu qatim Xi Jinping
iqtisodni bak ta'kidlab, shu bu yil 2024-yildagi keyingi 2 oyda iqtisodni bir yuksaltirish mushtaq bir tanlovini o'tirib qo'ydi bu. Endi bu nimadan darak berdi desa, Xitoy iqtisodiniki qaysi darajada nacharlashganligidan darak berdi. Bu vaqtda yana mushtaq bir ahvolni aks ettiradigan boshqa dokladlarni o'tirg'a chiqyotdi. Yaqinda Xitoyniki statistika idorasi 10-27 kuni bir doklad e'lon qildi. Bu dokladda deyishicha Xitoydagi yillik savdosi 20 milliondan oshadigan shirkatlarning bu yil 1-oydan 9-oygacha bo'lgan oraliqdagi foydasi 3,5% tuvallab ketgan. Foydasi 3 emas, 3,5% tuvallab ketgan 1-oydan 9-oygachilik. 20 milyon yuan yoki undan yuqori savdo qilgan shirkatlarniki. Bo'libmi buning ichidagi 9-oydagi foydaniki tuvanlishi 8-oyga qaraganda 27,1% bo'lgan. 9-oydagi tuvanlash. Bu bir intayin odamni cho'chitadigan ahvol. Xitoy iqtisodida hozir qaysi darajada tuvanlash bo'layotdi deganligidan darak beradi. Bu yil 9-oyda Amerikadagi bir cho'ng bank var, Morgan Stanley degan. Morgan meni o'g'lim ishlagan u yerda necha yil. Morgan Stanley degan shu cho'ng iqtisodiy shirkat endi, mablag' shirkati. Bu shirkat bir ijtimoiy Xitoyniki ijtimoiy harakat ko'rsatkichi degan shu ko'rsatkich haqida bir doklad e'lon qilgan 9-oyda. Shu doklad deyishicha hozir Xitoy iqtisodi oldingi 10 yilning ichidagi eng tuvan darajaga tushib qoldi deydi. Oldingi 10 yilning ichidagi eng tuvan darajaga tushib qoldi deydi. Har qatim iqtisodda Xitoy iqtisodidan cho'ng tuvanlash bo'lib kelsa, Xi Jinping bir qism tadbirlarni o'tirib chiqirdi endi. Masalan, mushtaq tadbirni oldingi qatim 2015-yilda bir qatim chiqargan. O chaqda Xitoyniki paychak bozorida intayin zo'r tuvanlab ketish yuz berib, paychak ko'rsatkichi 5,000 dan 3,000 uchib qolgan. Qisqa vaqt ichida. Ashunday vaqtda Xi Jinping bir qatim tadbir qo'llangan. Ikkinchi qatim 2022-yili Xi Jinpingniki karantin qilish siyosati tufaylidan butun shirkatlar ishdan to'xtab ketib, iqtisod qattiq tushib ketib, ondan keyin Xitoyda oq qog'oz harakati boshlanib, ashundan Xi Jinping qattiq cho'chib, tuyuqsizlam 180 gradus o'zgarib, butun karantinni amaldan qoldirib, xalqlarni sirtqa qo'yibdi. Ashundan nurg'un odamlar o'ldi, xabarlarda bor. Jasad ko'taradigan yerlar yetishmay qolgan ahvol bo'ldi. Shu chaqda Xi Jinping qo'llangan tadbiri karantinni amaldan qoldirish. Endi yaqindami bu yil 9-oydami 1 trillion yuanga yaqin pulni chiqarib, stok olgan paychaklarni, shirkatlarni o'zining paychakini setib olishga rag'batlantirib, boshqa bir ishlarni qildi. Bu yerdagi maqsad nihoyatda tez suratda chiqib ketib qolgan paychakniki bahosini kontrol qilish. Shu maqsad bilan ishlar qildi, lekin Xitoyniki paychakining bahosi bir haftadak o'sib, undan keyin yana tushishga boshladi. Hozir tushib yana xil bir yerga berib bo'ldi hozir. Ashta boshqa bu unum bermedi. Endi hozirgi Morgan Stanley va boshqa kishilarniki faraz qilishicha, agar Xitoy bu qatim iqtisodni qaytadan gullantiraman desa, uniga kam deganda 1 trillion dollar, 1 trilliondan 1,5 trilliongacha dollar ashta pul mablag' ketadi, davatadi. Xitoyning asli maqsadi bu yil Xitoy GDP'sini 5% o'stirishdi. Hozir bu butunlay mumkin emas. Hozir natijada endi ehtimol Xitoy hozir Klaratdagi Amerikaning prezidentlik saylovini saqlab o'tadi. Ammo shu saylovniki natijasi chiqib bo'lgandan keyin yana bir qism tadbirlarni o'tirib qo'yish mumkin, o'tirib chiqarish mumkin. Endi bu tadbirlar chuqum kam deganda 1 trillion dollar yoki undan ko'p pulni o'tirib tashlab turib ep berish mumkin. Lekin hozir kishilarniki da'vatga o'tirib chiqayotgan qo'yayotgan farzi bu qismi Xitoy iqtisodini o'nglamaydi deydi.
yenilam Xitoy iqtisodiy vayron bo'lishga qarab ketaveradi deydi. Andan keyin yaqında chiqqan yana bir cho'ng xabar, oldingi bir qancha kunning ichida chiqdi bu xabar. Xitoyniki bir Jurongji degan bir zonisi boshbaqoni bor, ehtimol Ruslan. Hozir 96 yoshga kirdi bu. Bu Xi Jinping yaxshi ko'rmaydi. Onunki bir videosi var, bir çoğun yığında, kurultayda bir çoğun kurultay o deyimiz, 20. kurultay mıkin. Xi Jinping'e kılıp hem adam çağçasan, bu adam çağçamaya oturdu. Bu adam gaygı payda koydu, Deng Xiaoping'ni kollaydıgan, Deng Xiaoping'in siyasını kollaydıgan, Xitay'niki içvetiş siyasını kollaydıgan bir adam. Şununla Xi Jinping'le çıkışamaydıgan. Bu adamni 9 ayının 20. günü öldü degan xabar chiqqan. Lekin oldingi kuni bu odamning xabari yeni chiqdi o'tirga. Bu odam o'lmabdi. 10 ayının 25. günü Tsinghua Universiteti'ndeki iqtisod boshqarish institutida bir yig'in ochildi. Maslahatchilar komiteti yig'inida bular har yilda bir qatim yig'in ochadi ekan. Bu Tsinghua Universiteti iqtisodni boshqarish maslahatchilar komiteti degan bu intan kuchli bir tashkilot ekan bu. Har yili mana bir yig'in ochadi ekan. Bu tashkilotda chet eldanmi odamlar bor. Masalan, Amerikadami 6 odam bor deydi, Amerikadan borgan. Uniki 62'niki boshlig'i masalan Tim Cook degan odam qatorliq. Andikin Amerika'nınki burunki iqtisod ministri aşağı degandek adamlar bor ekan bu komitetning ichida. Şoň bak dunyoda ta'siri cho'ng, nihoyatda jiddiy muomala qilingan bir tashkilot ekan bu. 10 ayının 25. günü mush yig'in echilibdi Tsinghua Universitetida. Echilganda Jurongji o'zi bormay shu Tsinghua Universitetidagi prezidentiga o'ziga vakolatan tebrik so'zi so'zlashni o'rlashtiribdi. Jurongji shu komitetniki faxriy raisiga, iqtisodni boshqarish komitetiniki faxriy raisi, shu o'zi so'zlamay maktab prezidentini o'ziga vakolatan tebrik so'zi so'zlashga o'rlashtiribdi. Undan boshqa bu odam mushqitim o faxriy raislik vazifasidan tushib o'rniga Wang Qishan degan Xitoyni chiqaribdi. Wang Qishan degan Xitoy aslida Kuomintang harbiy generallarındaki o'g'li bu. Xitoylik emas bu, Tayvanlik. Lekin bu qandaqdikin Xitoyda o'sib Fuzongli, Mao Zedong qatorliq vazifalarni o'tagan. Buning bak ta'siri kuchli odam, iqtisodga yomon bu odam, iqtisodiy narsalarga. Bu odam Xi Jinping taxtga chiqqandan keyin unga yordamlashib, Xi Jinping'niki do'stlarini Paride degan iqtisodiy jihatdan Paride degan bahona bilan Xi Jinping'ning dushmanlarini tutib sulashda cho'ng to'pisi bor bu odamniki. Ashta turibmi Xi Jinping yaqin bu odamni uyda nima deymiz, uy uslab qo'ygan bu odamni. Xalqancha u bu yerga borolmaydigan qilib ranjin deydi Xitoycha. Ashta qilib qo'ygan. Şuna bu adamı yıkını yo'qolgan, siyasi sahnada yo'qolgan adam. Lekin vaqtim Jurongji buni o'zining o'rniga faxriy rais qilib chiqadi. Demak, Xitoyniki mushtaq uygusullik turayotgan pishqadam rahbarlardan 2 odam hozir uydan chiqdi degan gap. Bu Xi Jinping'niki siyosadagi yangilik bo'lishi mumkin deb deyilyotdi. Nimishqi degan chog'da hozir iqtisod qat'iy bo'lmagan ekan, birisi biroz ishni ichib o'tish tarafiga yuzinib, yana birisi mushtaq iqtisodni biladigan burun cho'ng ishlarni qilib bergan odamlarni dastlabki suloqdan chiqarib bularni ishga solish yo'lini tutayotgan o'xshaydi degan farazlar o'tir chiqyotdi. Ikkinchi yoqqa mushaqda gaplar ko'p. Endi
Xitoydagi yana bir yuzlanish, men buni o'tgan sizlarga dedim. Shi Jinping o'ziniki harbiy huquqidan butunlay ayrilib qolgandek ko'rinyapti hozir. Yaqinda Zhang Yongxia degan Xitoy, o'tganda Zhang Yongxiani gapini sizlarga deb berdim. Junveyniki muavin raisi, harbiy komitetniki muavin raisi, harbiy komitetniki rasmiy raisini qo'lga ketdi. U odam yo'q. Muavin raisi. Bu adam yaqında Xi Jinping Rusiyaga ketgan vaqtida Vyetnamga ziyoratga bordi. Zhang Yongxia degani. Vyetnamga ziyoratga borgan Vyetnam hukumati Zhang Yongxiani intayin dag'dil kutib oldi. Prezidenti, zunglisi, partiya sekretari degan hammasi chiqib kutib, bu odamni xuddi ayni vaqtda Xi Jinpingni kutgandan cho'ngroq kutib ashtaashlarni qilib ketdi. Endi ko'rinishda xuddi Zhang Yongxia Xitoy davlatiniki birinchi qo'l boshlig'idek mushtaq bir tuyg'uni berdi dunyoga. Mushtaq bir ish yuz berdi. Andan keyin hozir yaqinda Xitoyniki shu yig'inlarda burun nim bo'lsa Xi Jinpingning ideyasi, Xi Jinpingning yetakchiligi, Xi Jinpingning yadroligi degan gaplar, Xi Jinping degan gapdan boshlamayotgan gaplar yo'qdi Xitoyda. Hozir bular asosan yo'q edi. Azdab ketibdi, yo'q yo'qolib ketibdi. Ani Xi Jinpingniki gazet, televizor yerlarga chiqishi zo'r darajada ozib mengetibdi hozir. Shunga kishilar deydi, garchi e'lon qilinmagan bo'lsa-mu, Xi Jinping hozir o'ziniki harbiy huquqidan butunlay ayrilib qoldi deyotdi. Andan keyin yaqinqi shu bo'layotgan yuzinishlarga asosan hozir yangidan chiqayotgan faraz Xitoy Kompartiya hokimiyati kelar yil tarqalishi mumkin. Jason degan gapni ishlatyapti Xitoycha. Tarqalishi mumkin deydi. Andan keyin kelar yil Xitoyniki 20-qurultayı 4-umumiy yig'ini ochilsa, ehtimol Xi Jinping vazifasini qilib qilish mumkin degan mushtaq faraz motor chiqyapti. Mushtaq umumiy yig'inlarda vazifadan qoldirish ishlari bo'ldi ekan. Ayni vaqtda Mao Zedongning davridami shu 50-yili cho'ng ocharchilik bo'lib, Xitoydan necha 10 million odamlar o'lib qolgandan keyin, ashtaq bir umumiy yig'inda Mao Zedong ikkinchi safga o'tibdi ekan. Liu Shaoqini chiqarib o'zi ikkinchi safga o'tibdi ekan. Mushta ishlar umumiy yig'inda yuz bergan ekan endi. Ashtaq boshqa bir bo'lsa kelar yildagi 20-qurultay 4-umumiy yig'inda Xi Jinping ikkinchi safga chiqishi mumkin degan faraz motorga chiqyapti. Agar mushtashlar yuz bersa, biz uchun yaxshi ish, ehtimol Uyg'urlar uchun bir qism yaxshi fursatlar kelishi mumkin. Har holda hozir mushtaq paranglar qilib kuchyapti. O'ziniki chamsi yetadigan, mushat izlanishni xohlaydigan qarindoshlar agar Xitoy hukumati ag'darilsa, Kompartiya hukumati ag'darilsa, Uyg'urlar o'ziga bo'lgan ziyonni qanday to'ldirish kerak? Qanday ishlarni qilish kerak? Chet elda qanday ishlarni qilish kerak? Xitoyda qanday ishlarni qilish kerak? Mush yoqda o'ynashni boshlagan yaxshi. Hozir nima chiqdi deganda, menda paranglar bo'lyapti, bu chuqur bo'ladi degan gap emas, lekin mushta bir yuzinish bor. Ashta bo'lgandan keyin Uyg'urlarmi biroz bu jihatda tayyor qilishga boshlagani yaxshi. Bu jihatda dunyo Uyg'ur qurultayimi buni nihoyatda muhim o'ringa qo'yib turib qilgan yaxshi deb o'ylayman men. Bugungi so'ragan 6-mazmun, oxirgi mazmun Uyg'ur projekt fondining xabari. Ehtimol ko'rgansizlar, yaqinda shu 9-oyda Istanbulda ochilgan Istanbulda 20 liseya degan faoliyatda tarqatgan 6 kitobniki hammasining ilk kitob nusxasi yoki PDF nusxasini biz torlarga chiqarib atdik. Ulardagi adresini men o'tirliq Facebook'larga chiqarib qo'ydim. Shu yerdan topalasizlar, WhatsApp grupplaridan tarqatdim. Bu kitobning o'zini o'ziga erishamagan qarindoshlar PDF nusxasidan foydalansanlar bo'ladi. Bu haqsiz. Bizniki Uyg'ur projekt fondidagi torbada bor. Bo'ladi. Degan meniki tayyorlagan mazmunim shunchalik. Kelar qatim ko'rishga omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.